Katta chorva mollarini yemişini saqlovchi xona. Kachar. Mollar uchun. Quraymizmi? Keyin naryoqda yashash katta xonadoni bor. Aha, yashash katta xonadoni. Mana shunday zarafshon archalariga shikastlantirib, zalal berib, mana bu tarafga keyin mana eshakxona, o'txona qurgan. Mana. Mana aka. Ha, bu hojatxona. Bu o'txona, eshakxona. Eshakxona, o'txona. Mollar uchun. Mana zarafshon archalarining ichiga noqonuniy tartibda O'rmon fondi bermaydi. o'rmon fondi. Pastdagi uylar ham o'rmonning ichida joylashganmi endi shunda? Ular ham shunday bo'lsa kerak. Mana endi aka mana 1,5 kilometr joydan mana bunday noqonuniy o'zboshimchalik qilib yo'l olib kelgan. Mana archalar, zarafshon archalariga mana shikastlantirish mana. Mana shikastlantirish mana. Yo'l shumi? 1,5 kilometr. Aha. Mana bu yo'l katta yo'lgacha pastga surgan. Tepa shu yerga kelgan bu yerda. Endi shu tarafda erinmay bir ko'raylik Alisher ekan. Mana archalarning ildizini ochib mana texnika yordamiga. Bu o'tgan yil qilgan. O'tgan yil qilgan bu mana. Mana. Shu katta yo'ldan ana shuncha joydan mana 1,5 kilometr joydan mana uy molxona quraman deb mana shunday noqonuniy yo'l olib kelgan. Bunday tushib boramiz qayta. Birdan endi keldingiz shu sal joy qoldi. Aha, shundan tushamiz, yo'lga inamiz. Mana archalarning ildizini ochib mana. Mana o'rmon fondiga tegishli bo'lgan joydan noqonuniy mana texnika yordamiga